Avtomobil zapchast qismlari bo'limiga kelganmiz. Hozir bir nechta narsalarni ko'rsataman, albatta narxlari bilan. Max Turdan uzoqlashmanglar. Damkratlarning har xili bor. Kontakt kerak bo'lsa yozasizlar, damkratni tashlab yuboraman. Yangi joyi kam egallaydigan podiyomligi bor. 3,5 tonnaligini $1458 deyishyapti. Mana bunaqasi $700. Bu eng arzon hisoblanadi. Bu ham 3 tonnadan 3,5 tonnagacha ko'taradi. Eng qimmati $3380 turadi. Ozgina modifitsirованный bo'ladi. Eng maksimalni ko'tarish og'irligi 4 tonna, 400 kg bo'ladi. Chiska hamma narsasi bor. Teriz uchun ham albatta va boshqa narsalar uchun ham albatta avtomobil tozaligi uchun. Bu esa mana shu kompaniyaning vizitkasi. Akkumulyator yoki starter deyshadi buni. Starter 7200 mAh-liga $27, 10 mAh-lik akkumulyatorga ega bo'lgani esa $30. Akkumulyator mana bunisi jump starter, air kompressor, ya'ni ballonlarni ishirish uchun. Esa elektronli nasoslar. Bunisi $7,5, bunisi esa $803. Bu akkumulyator kattaroq bo'lgani uchun $11,5 sotib olsa bo'ladi. Albatta optim narxlarda. Agarda mana shu ishlab chiqaruvchini kontakti kerak bo'lsa, kommentda plus qoldiring. Chiqaruvchini WeChat, WhatsApplarni ham qo'shib olsangiz bo'ladi. 660. Bunisi lanchallo deyman. $2600. Ammo qimmat desam, chunki mana bunisi ko'ryapsizmi, o'tda netoncha. Neton. Ruchnoy emas, o'shanisi qimmat bo'lyapti. Hamma narsasi demak maksimal cho'tki qilingan, o'shancha 2600 ekan. 2600 ga olgan bo'larmiz yoki 660 ga ruchnoy olgan bo'larmiz. Bu esa Jerry'ni vizitkasi. Kimga to'liq ma'lumot kerak bo'lsa, albatta kommentda plus qoldiring. Bu esa motoristni tushunadigan tema. Buni kontaktlari ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Tushunadigan tema ekan. O'zingizlar bilib oldinglar. Bu barzanga motoristmi deyman-da. Bu kompaniyaning vizitkasi ko'rib turibsizlar. Xebey provinsiyasida yaxshi mashaqangi baqvat polvon bola ishlaydi. $72 ekan. Mashina narxi $72, Xitoydagi narx. Menga parkovka sistemani ko'rgan bo'lsangiz kerak, 3 etajli, 4 etajli. Bundan tashqari mashinani ko'taradigan mana bunaqasi va bunaqangi oddiy standarti bor. Buni narxi ham qimmatroq ekan. 4 tonnaligini $900, mana buni narxi esa $1400 deyapti. Shu kompaniyaning kontaktini ham o'zib qoldiraman. Shu zavodda vizitkasi marhamat, yaxshilab ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana bunaqangi polirovkalardan tortib oddiy shotkagacha hammasi bitta joyda. Mahsulotlar va narxlar haqida ma'lumot bilmoqchi bo'lsangiz, bemalol Tommy Duanga murojaat qilsanglar bo'ladi. Ammo rosa ketadigan narsalar yo'q. Buni 600 grammligi $0.83 Xitoydagi narxi. Albatta bundan yuqoriroq kichkinaroqlari ham bor. Latta puttalar emas, boshqa narsalarni ham aynan mana shu korxonadan Philips xandan olsanglar bo'ladi. Yana bitta latta purish korxonasi. Stop kadr ko'rib olasizlar endi. Xonada anaqa shotkalari ham bor. Mashinalar narxini bezataman desanglar, yoqib yuradiganlarga mana bunaqa narsani basharasiga bitta ko'ziga tushursanglar, mana shuni kontakti kerak bo'lsa, mana ko'rib olasizlar. Komniklarni xili bor ekan. Kontaktini olaman desanglar, pochtaga yozinglar. Max Tur maroqli biznes va sayohat.